Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi 30 mart kuni Tekir xabarlari televiziyasining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning Sharq Turkistonni besib olishi bilan Rossiyaning Ukrainani ishg'ol qilishining farqi, xalqaroning Xitoy va Rossiyaning tajovuzchiligi, Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarta tutgan muomalasida qo'sh o'lcham qo'llanganligini anglatdi. Xi Jinping Xitoyni urushga tayyorlayotganligini aytdi. Tönde tafsili mazmunlarını diqqatlarga sunamiz. Baş ministerimiz Salih Xudoyer apandi 30 mart kuni Tekir xabarlari televiziyasining G'arb, Biz va Sharq nomli programmasining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning Sharq Turkistonni besib olishi bilan Rossiyaning Ukrainani ishg'ol qilishining farqi, xalqaroning Xitoy va Rossiyaning tajovuzchiligi, Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarta tutgan muomalasida qo'sh o'lcham qo'llanganligini anglatdi. Riyosatchi Eng oldi bilan tarixga qaytib qaraydigan bo'lsak, bu xaritaning so'l yuqori tarafida Qozog'iston bilan Mongoliya orasida Sharq Turkiston Jumhuriyati bor bo'lib, 1949-yili Xitoy Kompartiyasining bir partiyasiga aylanib qolishdan ilgari mustaqil davlat edi. Bugun Washingtonda o'tirishliq 2019-yildan e'tiboran Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministerlik vazifasini o'tab kelayotgan Salih Xudoyer bilan suhbat o'tkazamiz. Degandan keyin bosh ministerimizdan 1949-yili vataningizda bo'lgan ishlardan ma'lumot bergan bo'lsangiz, hozirgi Rossiya bilan Ukraina urushiga solishtirganda qanday farqlar bor deb so'raganda, bosh ministerimiz afsus, har ikkisila g'aljilashgan qo'shni davlat tarafidan zo'rlik bilan ishg'ol qilib olish harakati. Bizning masalamiz Xitoy bilan bo'lgan masala, Ukrainaning masalasi Rossiya bilan bo'lgan masala. Ukraina masalasi bilan bo'lgan farq, biz xalqaro jamiyatning yordamiga erisha olmadik. Xalqaro jamiyat bizning masalamizga ko'z yumdi. Xitoy bizning davlatimizni 1949-yili ishg'ol qilib olgandan keyin Yalta yig'inida dunyoviy kuchlar Sharq Turkistonni setibatdi deb javob berdi. Diktor, ularning 1945-yilgacha yuz bergan ishlardan charchaganligiga ishonamsiz? Insonlarda siyosiy iroda va siyosiy manfaat qarashi yo'q. Amerika xalqi va G'arb dunyosi 1930-yillarning oxirida ko'rgandek bir ishning boshlang'ichi bo'lib qolishidan ansiragan bo'lishi mumkinmi acaba? deb so'raganida bosh ministerimiz, meningcha shundoq. Sharq Turkiston G'arb dunyosidan uzoqda. G'arb dunyosi va xalqaro jamiyat u vaqtda 2-dunyo urushidan yengili chiqqan. Meningcha sababi boshqa bir qiziq urushga aralashishni xohlamadi deb javob berdi. Diktor bosh ministerimizdan dunyoning G'arb va Xitoy bilan Rossiya ittifoqidan iborat ikkiga bo'linib ketishini xohlamsiz deb so'raganida, ta'limimizga qarshi dunyoning ahvoliga qaraydigan bo'lsangiz, Yevropadagi nurg'ulg'an davlatlar, Avstraliya va Yaponiyani o'z ichiga olgan nurg'ulg'an davlatlar inson haqlari va demokratiya prinsipini yangiladi. O'rta Sharqdagi Iran, Saudiya Arabistoni, Xitoy va Rossiyaning sheriklarining inson haqlari bilan kori yo'q. Ahvol barg'ansiri yomonlashib ketdi. Buning har ikkisila xatarlik. Ayni zamanda bu ikkisiningla muqarrar o'tirg'i chiqadiganligini faraz qila olmayman deb javob berdi. Diktor, men boshda xaritadagi Sharq Turkistonning o'rnini tilga olib o'tdim. Rayon o'ynalyotdi. Xitoy o'zi bilan chegaralanadigan qo'shni davlatlar bilan mojaro qiladi. Hozir Hindistonga markazlashdi. Sizningcha bu yerda nima ishlar yuz beryotdi? Shuni asliching tutish kerak. Hindistonning prezidenti o'xshashla Xitoy prezidentidek Rossiya bilan nihoyatda qo'yiq munosabatchi bor. Buningga qanday qaraysiz deb so'raganida bosh ministerimiz shundoq. Sharq Turkiston strategik bir yerga joylashgan. Xitoyni o'z ichiga olgan 10 davlat bilan chegaralandi. Xitoy Sharq Turkiston orqali boshqa davlatlarning chegarasiga tajovuz qila oladi. Xitoy Hindiston bilan chegara talash tortishi qilib qolmasdan, balki O'rta Osiyodagi Rossiya bilan munosabati bor ba'zi jumhuriyatlar bilan chegara talash tortishi qiladi. Shuning bilan bir vaqtda Rossiya bilan talash tortish qiladi. Bu bir g'alati ahvol. Nurg'ulg'an mutaxassislar va bog'lovchilar Xitoy bilan Rossiyaning bu do'stligini zurriyatdan bo'lgan, o'rtaq ideologiya yoki haqiqiy do'stlik mavjud emas. Rossiya G'arbga zarba berish uchun Xitoyga muhtoj bo'ladi. Xitoyni qo'llanadi. Xitoy G'arbni mashg'ul qilish uchun Rossiyani qo'llanadi deyishidi dedi. Diktor, Xitoyning G'arbidagi musulmonlarga qartilgan diplomatiya haqida so'zlashgan bo'lsak, siz irqiy qirg'inchilik Xitoy tashviqoti deb intayin ochiq aytasiz. Qanday andishlaringiz bor? Deganida bosh ministerimiz irqiy qirg'inchilik davomlashyapti. Masalan,
Ramazonda insonlar aroq ichish, yeyish va boshqa munosabat qilishdek ishlardan o'zini tortishi kerak edi. Ammo Sharq Turkistondagi insonlarga Xitoy zo'rlab yegizidi. Ramazon tutishni cheklaydi. Masjidlarga 2016-yildan beri kirib ibodat qilish cheklangan. Milyonlagan insonlar jazo lagerlariga qamalgan. Milyonlagan insonlar qul emgaki bilan shug'ullanish orqali to'van baholiq mollarni ishlab chiqarishga majbur qilindi. Ahvolda yaxshilanish yo'q. Kundan kunga yomonlashmoqda. Har kuni necha 10 ming Xitoy Sharq Turkistonga yerlashmoqda. Musulmon dunyosidan buningga qarata bir isyon yo'q. Chunki ular Xitoydan oladigan naf-badiliga dinini sotgan. Xitoy bu davlatlar bilan iqtisodiy va boshqa kelishimnomalarni tuzgan dedi. Diktor G'arbdagi davlatlar Ukrainaga tutgan pozitsiyasi bilan Xitoyga tutgan pozitsiyasida qo'sh o'lcham qo'llandimi? Ya'ni Ukrainani qo'lladi, ammo Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga sal qaradimi? Biz Beijing Olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilganligiga, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Uyg'urlar haqida doklad e'lon qilganligiga shohid bo'ldik. Ammo siz yanada qo'sh o'lcham qo'llandi deb qaraysiz. Shundaqmi? deb so'rganida bosh ministerimiz mutlaq turda shundoq. Xalqaro jamiyat Rossiyaning mas'uliyatini surishti qilib, Rossiya rahbarini jazoladi. Xitoyga kelganda, garchi Amerika hukumati va Yevropadagi ba'zi davlat parlamentlari Xitoyning qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan taqdirdami, Xitoyga hech qanday jazo yurgizmadi. G'arbdagi davlatlar davomli Xitoyning eng chong tahdid ekanligini tilga olgan bo'lsa-mu, uning qilmishlarini to'sish uchun amaliy harakat qo'llanib boqmadi deb javob berdi. Diktor kelgan yerdan yana nega bora deb so'rganida xalqaro jamiyat bek kech qilishdan ilgari harakat qilishga muhtoj. Biz har vaqt Sharq Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni, Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olganligini amaliy harakat qo'llanish orqali buni to'xtatishni to'xtamay ta'kidlab kelyapmiz. Xitoy bargan sari kuchayib ketyapti. Harbiy chiqimlarini kundan kunga orttiryapti. Texnikasi bargan sari taraqqiy qilyapti. Jiddiy harakat qo'llanib, Xitoyni to'xtatmaganda xalqning ahvoli kundan kunga yomonlashadi deb javob berdi. Xi Jinping Xitoyni urushga tayyorlayotganligini aytdi. Tashqi ishlar xabar to'rining 29 mart kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy Xalq Jumhuriyatining yillik yig'inida Xitoy raisi Xi Jinping Xitoyning yuqori darajalik siyosiy maslahatchilar komitetida saylovchilarga Xitoyni urushga tayyorlayotganligini, zarur tepilganda bir qancha nuqtada urushga hozirlanishning muhimligini aytgan. Xi Jinpingning 4 xil o'xshamagan nutqida urushning yoshirin kuchi ifodalangan. Hatto generallarni urushga jur'at qilishga chaqiriq qilgan. Bu oydagi to'qinishdan Xitoy davlatining davlatlar bilan to'qinishadiganligi reallikka aylandi. Xitoy davlat mudofaasi davlat xamjutining 7,2% eshishidan va Xitoyning chet eldan ashliq import qilishga tayinishni azaytish plani yarim amaliylashgandan keyin Xi Jinping bu xitobnomani o'tirg'a qo'ygan. Tashqi ishlar dokladida harbiy tayyorlik qonunining Tayvanga yaqin shaharlardagi havo hujumidan saqlanish panoh joylari, davlat miqyosidagi davlat mudofaa safarbarlik ishxonalarining birlashtirilishi bayon qilindi. Ammo davlat tarafidan chiqarilgan bir urush e'loni yo'q. Xi Jinpingning bayonoti xalq puli bilan energiya savdosi qilish kelishimidan bir qancha kun o'tgandan keyin e'lon qilindi. Xitoy xalq pulining unumini orttirish uchun tayyorlanmoqda ekan. Vatan mustaqilligi harakati sharaflar ichida eng ulug', badili ig'ir, tavakkulchiliklari ko'p bo'lgan qutlug' harakatdir. Bu harakatning ulug'ligi shuningdek, uning yo'lida o'lish shahidlikni, saq qilish g'oziylikni, qoldirgan izlar qahramonlikni baxshanda qiladi. Qozongan sharaflar o'z navbatida millatga, xalqqa keltirgan shon-sharaf sifatida taqdirlanadi. Avlodma-avlod duoyi salomlar bilan, madhiya olqishlar bilan yod etiladi. Milliy xotiraga o'chmas tarix bo'lib butilish mana bu tarzda ro'yobga chiqadi. Bu harakatning badalining ig'ir bo'lishi shuningdek, har turli yakka va kollektiv manfaatlar uning manfaatiga xizmat qiladi. Shaxsiy doirasidan hal qilmaydigan mol, oila, yuz obro'y, mansab, jon qatorliq to'lashga tegishli barcha badallar uning yo'lida pido qilinadi. Uning ozodligi yo'lida kishilikka chetiladigan barcha erkinliklar bo'g'ilishga tayyor turadi. Yezgaganda uning hayotligi uchun mamatlik vazifaga aylanadi. Bu harakatning tavakkulchiliklarining ko'p bo'lishi shuningdek, uning yo'li bog'i bo'stonlikqa tutashgan tikanlik yo'ldir. Bu yo'l irodani tavlaydigan, toki nafasdan qolganga qadar ko'rminglagan sinoqlar, imtihonlar, pishkanliklarga to'lgan,
go'yo Pilsirat ko'vrigi misoli qildan inchiki yo'ldir. Bu yo'lda salla irodasi bo'shagan, ko'zi qo'rqqan, manzilga qarab ilgarilashda tamtirgan, oldi orqasiga qarab endikan hamon teyilish, yiqilish, do'mlab tushish hech gap emas. Manzilgohning yo'li bo'lgan Firdavsga tutashgan relisning asfali safilining relisiga almashib qolishi, yillab qilingan ajrning birla anda ko'pikka aylanishi har zamon mumkinchilik doirasidadir. Shunga bu yo'l kishidan doimo saq turishni, shuurliq bo'lishni, bosgan qadamlar uchun farosat nurini chiroq qilib olishni taqozo qiladi. Bu yo'lga qadam olmoq ma'lum ma'nodan aytganda oldin kepallikni hozirlab qo'yib otilishni shart qilgan bo'ladi. Vatanni moddiy va ma'naviy ishg'oldan ozod qilish ko'rishidan iborat bu qutlug' yo'l vazni, xarakteri va istiqboliy e'tibori bilan yuqorqi 3 nuqtaga markazlashtirgan chog'da vatan yukini zimmasiga ortish salohiyatini qo'lga keltiruvchilarning o'z navbatida bu yo'lning shart va taqozolarga uyg'unligini iddia qiluvchilar ekanligi o'ttirg'a chiqadi. Shundaqla mazkur shart va taqozolarga uyg'un kelmaydiganlarning bu yo'lga qisilib olishining o'ziga va vatanga zulm qilg'ichi bo'lib qoladiganligi, kishining aslida faqatla chami yetadigan ish bilan mukallaf ekanligi, shartga uyg'unlashmaganlarning vatan yukini zimmasiga elish salohiyati yo'q bo'lib qolmay, aksicha vatanga yuk bo'lishdan boshqaga yaramaydiganligini bilib yetishi, haddini bilishi, dangsishi kerak bo'ladi. Burhan Muhammadning noahlilik va salohiyatsizlik sirtmoqlarida bo'g'ilayotgan Mustaqillik ko'rishi nomli maqolasidan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngil olish uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.